Kunda bitta qaynog'i chiqdi-yu, 2 xona 50 kvadrat, 3 tepa avenyudan Yevroremont pokovniy holatda uyimiz chiqdi. Obzorlarni bitta qilib ko'rsatamiz. Ko'chadan shlagbaumdan kirib kelganda закрытый двор, 3-podez. 7-etaj. Uyimizni bitta obzorlarni ko'rsatamiz. Podez eshigidan kirib kelganimizda shunaqa prixoshkalar yasatib qo'yilgan. Bu yoqda spalnigimiz joylashgan. Bu yoqda razyon eshiklar qilingan, bu yoqdan ham chiqsa bo'ladi, xot bor. Bunisi vannaxonamiz. Kelingisi hojatxonamiz. Bu yoqda bolajonlarimiz uchun detskiy xona. Bu yerda studiya format zalimiz joylashgan. Ko'rayotgan barcha mebel texnikalar hammasi qoladi. Navbatdagi xonamiz ayollarimiz sevimli xonasi, kuxnyamiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Pastda nomerlar qoldiramiz. Narxi $78.500.